Mirzo Ulug'bek tumanida Amir Temurda yana bitta obyektimiz bor. Bu uyimiz o'zimizning mahalla deydi. O'zimizning mahallada uyimiz chiqyapti. Bu uyimizni ko'ryapsizmi? Bu ham to'g'risini aytaman, bu uyimiz neoklassik stilda qurilgan. Uyimiz 2-3 sotudan iborat bo'ladi. Uyimiz ichkarisini, hovlisini ko'rsanglar, sizlarga haqiqatda aytaman, sevib qolasizlar bu uyni. Haqiqatda sizlar sevib qolasizlar. Chunki men o'zim ham sevib qoldim bu uyni. Ko'ryapsizmi? Fasadlariga, har bitta joyiga e'tibor berilgan. Bu fasadiga pul aylanmagan, to'g'risini aytaman. Chunki bitta narsadan e'tibor bersanglar bo'ladi. Mana bu oyna, podvor oynasi bo'ladi. U toza oyna qo'yib ketilgan, bu yerda qimmat bo'ladi mana shu joyi o'zim, chunki biz o'zimiz shu sohada bo'lib turganimiz uchun buncha odam ham ko'chasiga bunaqa narsalar qilib ketavermaydi. Bundan ham bitta foydali bitta sizlarga ma'lumot aytib o'taman. Bu tomonimizda endi informatsiyasiga tushuntirib ketganimizdek, hovlimizda sizlarga qisqacha tushuntirib beraman. Bu yerda mashina qo'yib qo'yish uchun joy qoldirib ketilgan va bu tomonimizda ziloniy zona qilingan ikki tomonda va barbeku zonalar qilib ketishgan. Qisqacha uyning planirovkasini ko'rsatib ketamiz. Bu uyimizning birinchi qavati, uyimiz 3 qavatdan iborat bo'ladi. Podvoli birinchi qavati va 3-qavatdan iborat bo'ladi. Uyimizda 3 qavatda plitadan yotqizib ketilgan, plita monolit plitalardan yotqizib ketilgan. Haqiqatda ko'ryapsiz, bu ham bitta ko'p odamlar qilinmaydi bu narsa. Odam o'zligi uchun bir xillik qiladi-yu, xuddi o'shanaqa bu ham sifat bo'yicha va sizlarni o'ylab bu darajada qilib ketilgan. Endi sizlarga planirovkasini ko'rsatib ketaman ko'p gapirmasdan. O'ng tomonimizda zal qilingan, ko'ryapsiz, zallari ham katta qilingan, 4 metrdan qilib ketilgan, ko'ryapsizmi? Haqiqatda chiroyli qilingan. Endi sizlarga chap tomonimizda bu yerda oshxona qilib ketishgan, panoramli oynalar va oshxona uchun joy tashab ketilgan. Birinchi qavatida, bu tomonimizda birinchi qavatida ota-onalar uchun yotoqxona va bu yerda birinchi qavat uchun sanuzel qilib ketilgan. Ko'ryapsiz, bu yerda hamma joyi planirovkasi sizlarga aytaman, haqiqatda chiroyli bo'lib turibdi. U ichiga endi o'zinglarni xohishingizga qarab pul tikib yuborsanglar bo'ladi. Misol uchun 30 ming dollar tikib yuborsanglar, sizlarga shokolad narxdagi uchastka bo'ladi va Mirzo Ulug'bekda bunaqa narxda topa olmaydigan uchastka bo'ladi. Ikkinchi qavatimizda 3 ta spalniya va 2 ta sanuzel qilib ketilgan bo'ladi. Ko'ryapsiz, haqiqatda buni ham planirovkalari va haqiqatda kommunikatsiya hamma tizimlari o'tkazib ketilgan. Narxiga qiziqyapsizmi? Narxi 265 ming dollar deyilyapti. Pastda telefon nomerni qoldirganman. Bemalol telefon qilib aloqaga chiqib, bu uyni o'zingizlar bilan ko'rib, sirazu baraka qilsanglar bo'ladi. Rahmat.